Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi og'riq? Bor. Bilmayman hech. Yo, turingchi. Endi-chi, bismillah. Xalqimiz orasida, oddiy avom xalq orasida tabiblarga yoki o'sha tabiiy yo'ldagi aldanish bo'yicha eng ko'p bo'layotgan aldovlar qaysi bilan? Deylik, masalan, oddiy mana kasal keldi, bachadon bo'yinida 1 santimetr o'sma. Tekshiruvdan o'tdi, davolanish kelmay ketdi. 6 oydan keyin keldi, o'sma 4-bosqich. Juda katta o'sma bo'lib ketgan. Ya'ni kuniga 2 qoshiqdan qora sedanamoy ichgan, ya'ni ibisno degan. Bu endi ibisno keyin ochib o'qisak, kuniga 3 tadan 6 donagacha sedanani anaqasini, donasini yeyish sog'liqqa foyda deb yozilgan ekanda. Bu 2 qoshiqdan ichgan. 2 qoshiqdan 6 oy davomida ichgan. Endi unga na operatsiya bo'ladi, na ximiya, na nur yordam beradida bemor. Oxirgi joyga olib kelgan. Ha, oxirgi joyga olib kelgan. O'sha ibinsin haqiqatdan ham sedadan foydali degan, lekin uni yozgan. aniq turgan rakda foydali demaganda. Yo'q, kasallik immunitet ko'tarib beradi. 3 donadan 6 donagacha 6 dona, u kichkinagina bo'ladi. Non ustiga sepiladi-ku, novvoy non bo'lsa, ustida 20 tacha bo'ladi. Xuddi shuni nazarda tutilganda, endi 2 qoshiqdan chiqibdi uzoq muddat. Bir orada anaqasi moda bo'lib ketdi-ku endi ibisno deb. Endi ibisno 2 qoshiqdan ishlamaganda. Rostanda bu narsa hamma narsaning me'yori bo'ladi-da. Bundan tashqari giyoh juda beradi, mana giyohlar beradi, zo'r giyohlar. Bular qachon yaxshi yordam beradi. Onkologiya bo'lmagan kasallarda immunitet tushib ketadi bemorlarda, masalan, charchoq bo'ladi. O'shalar kasal tetiklashtirib, mana kasal keldi, charchoq bilan beradi. 1 oy, 2 oy kasal tetik zo'r yuradi. Mana deydi, onkologik kasal edi, ximiyaga charchab qolgan, zo'r bo'ldi deydi. Ximiyaga kelmay ketadi. 2 oy shuni dorisini ichadi, giyohini. 3 oydan keyin keladi kasal. Yo 1-chi yo 2-bosqich kasal 4-bosqich bilan keladi. Hamma joyga o'sib ketgan, metastaz bergan. Boyagi o'smani o'sishini 4, 5, 10 barobar kuchaytirib yuboradi boyagi giyohlar. Aksincha. Teskari ta'sir qiladi-da. Lekin bironta bemor hali ko'rmadi shu paytgacha tabib dorisidan shunaqa bo'ldi deb aytmaydi lekin. O'sha ma'lumot uzatilishining xatosi shu joyda-da. Keyin anaqa narsalar ko'p ishlatiladi. Mana glukoz olsa, o'sma tez o'sib ketar ekan. Fantaziya. Ha, shunaqa narsada. Bu teskari yuradi aksincha. Yo'q, masalan, yeydigan ovqat tarkibida glukoza, masalanda, organizm o'z keragini oladi, masalanda. Glukoza o'sib kecha chiqib bittasi doklad qilyapti. Glukoza olmanglar, onkologiyada o'stirib yuboradi, 20 barobar tezlashib. Unaqa narsa yo'q. Unaqa fakt yo'q, isbotlanmagan. B vitaminlar ham B6 vitamin qachonlardir o'sha isir paytida aniq qilingan. U narsa ham hozir onkologiyani o'stirish yo kasalligi yo'qligi aniqlandi. Chunki bunaqa dorilar bor, masalan, onkologik kasallarda mumkin emas deb juda kamdan kam dorilar bor. Juda kamdan kam kasallikda ishlatiladigan. Ularga yozib qo'yadi, onkologik kasallikda qo'llanmasin deb. Endi barcha shifokor, mana oddiy o'zimizda ishlatiladigan shifoxonadagi dorilar, glukoza, natriy, vitaminlarda birontasi hali aniqlanmagan. Shu onkologik kasallikni rivojlantirib yuborgani, bironta bu haqda ma'lumot ham yo'q dunyo bo'yicha.